Guliston shahrimizda boy akalari va boy kenayishkalari ikkinchi mavzedan 3-qavatdan bir xonalik uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Yangi domdan mo'ljal saxovat. Xoslarga shu uyni qisqa obzor ko'rsataman. Narxni esa har doimgidek oxirida aytib o'tib ketaman. Ungacha esa sizlar like bosinglar va kommentariy yozinglar. Mana podezimiz. Bu esa главный eshik. Kirishimiz bilan bizda sanuzel, kuxnya va zal kutib oladi. Mana zalimizning ko'rinishi. Umumiy hojatxona va vannaxonasi va bu yerda kuxnya. Kuxnyamiz ko'rinishi. Duxkontra отопление bor, oynalar akfadan qilingan, pol laminat, eshiklarimiz yaxshi, uyimiz svejiy remont bo'lgan. Gulistonlik boy akamning xotini. Uyimiz agar sizga yoqqan bo'lsa, boy akaga bitta telefon qilib turib, shu uyni ko'rsatdi menga hozir, shu yoqdi. Shu uyni menga olib bering desangiz, sizga shu uyni menimcha olib beradi akamiz. Chunki akamizning puli ko'p. Narxiga keladigan bo'lsak, kenayishga 27 ming dollar pul so'ralyapti atiga. Ozgina o'tib beriladi albatta. Past nomer telefon qoldiraman. O'sha nomer orqali bog'lanib turib, baraka qilsangiz bo'ladi. Ko'rishguncha kenay.